Sir ortida YouTube kanali. Bu kanaldagi hikoyalar faqat ko'ngilochar va ma'lumot berish maqsadida tayyorlangan. Ayrim voqealar badiiylashtirilgan bo'lishi mumkin. Kanal hech kimni haqorat qilish yoki zarar yetkazishni maqsad qilmaydi. Salomatmisiz aziz tinglovchi? Bugun yana bir bora yangi hikoya ruknida siz bilan uchrashib turganimizdan juda ham xursandmiz. O'ylaymizki, bugungi hikoyamiz ham sizga yoqadi, sizga manzur keladi degan umiddamiz. Ushbu hikoyamizni tinglashingizdan avval Sir ortida YouTube kanaliga obuna bo'ling deb qolamiz. Tayyor bo'lsangiz biz boshladik. Bugungi hikoyamiz qahramoni Nargiza. Nargizaning boshidan kechgan sinovlari va Nargizaning hayotiga yana qiziqishiga nima undadi, shu haqida batafsil bilib olishingiz mumkin. Hikoyamiz qahramoni Nargiza. U oilali edi. Turmush qurganiga chamasi 6 yillar bo'lgan edi. Turmush o'rtog'ining ismi esa Botir. Ularning 2 kichik shiringina farzandlari bor edi. U oila juda ham baxtli oila edi. Kunlarning birida Nargiza turmush o'rtog'i Botirni yaxshi kayfiyatda ishga kuzatdi. Botir ham Nargiza bilan xayrlashib ishga yo'l oldi. Botir katta bir qurilishda usta bo'lib ishlar edi. U baland binoda xavfsizlik kamarlarini taqmagani sabab baland binodan yeriga yiqilib bu dunyoni tark etdi. Bu xabar Nargizaga darhol yetib keldi. U dod faryod qilib bu hodisaga ishongisi kelmas edi. Lekin haqiqatdan ham Botir baland binodan yiqilib bu dunyoni tark etgan edi. Oradan vaqtlar o'ta boshladi. Turmush o'rtog'i Botirning ota-onasi Nargizani o'zini qizlik uyiga olib kelib tashlashdi. Nargiza hali bunday vaziyatda o'ziga kelib ulgurmagan edi. 2 yosh go'dak farzandi bilan qolgan Nargiza borgan sari hayotga qiziqishi yo'qolib borar edi. Uning ota-onasi bundan xavotirga tusha boshladi va qiziga tasalli berib, "Qizim, sen endi farzandlaring uchun hayotda davom ettirishing kerak", deya ta'kidlashdi. Nargiza borgan sari tushkunlikka tushib, turmush o'rtog'i Botirni yo'qotganiga ishongisi kelmas edi. Ota-ona Nargizani bunday vaziyatdan olib chiqib ketish maqsadida tuman markazidagi yangi ochilgan psixolog huzuriga borishdi. Psixologga qizlari Nargiza bunday holatda hali ham o'ziga kelmaganini aytishdi. Psixolog ularga qarata, "Qizingizni meni huzurimga olib keling. Men u bilan suhbatlashib ko'rishim kerak", dedi. Ota-ona ham xo'p deb uylariga yo'l olishdi. Tuman markazi Nargizaning uyidan ancha uzoqda edi. Ota-ona uyga kelib Nargizaga bo'lgan voqeani aytishdi. "Qizim, senga yangi bir psixolog topdik. Sen uning huzuriga borishing kerak", dedi. Nargiza ham rozi bo'ldi. Tuman markazi Nargizaning uyidan ancha uzoqligini hisobga olib, uning ota-onasi qo'shnilari Ilyosni uni olib borib kelishga ko'ndirishdi. Ilyos ham rozi bo'ldi. va ertasi kuni
o'z mashinasida Nargizaning uyini yoniga keldi va uni chaqira boshladi. Nargiza chiqib keldi va ota-onasi bilan xayrlashib, u mashinaga o'tirib, psixolog tomon yo'l oldi. Va nihoyat psixolog yoniga yetib keldi. Bu orada Ilyos bilan xayrlashdi. Chamasi taxminan 2 soatlardan so'ng meni olib keting deb Ilyosga tayinladi. Ilyos ham xo'p deb o'z ishlarini bajarishga kirishdi. Nargiza psixolog huzuridan yaxshi kayfiyatda chiqdi. Va u Ilyos bilan taksida uyga qayta boshlashdi. Uyga kelib ota-onasi Nargizadan psixolog huzurida yaxshi borib keldingmi? Sen uni barcha maslahatlariga amal qilishing kerak. Shunda hayoting yana iziga tushadi deyishdi. Nargiza ham xo'p deb o'z xonasiga kirib ketdi. Oradan kunlar o'ta boshladi. Bu orada Ilyosni yuragida Nargizaga bo'lgan muhabbat uyg'ondi. Nargizada ham aynan shunday muhabbat uyg'ona boshlagan edi. Ular bir-birlariga ko'ngil qo'yishdi. Lekin Ilyos hali Nargizaga bu vaziyatni tushuntirib aytmagan edi. Nargiza psixolog huzuridan chiqib, yana mashinaga o'tirdi va Ilyos gap boshladi. Nargiza, bilasiz, men ham oilamdan erta ajralishganman. Ba'zi bir kamchiliklar tufayli va kelishmovchiliklar tufayli. Siz rozi bo'lsangiz, men sizga va farzandlaringizga o'z mehrimni beraman dedi. Nargiza ham kutmagan edi. Men bilmayman. Meni ota-onam bor. Meni ota-onam nima deyishsa shu bo'ladi deb mashinadan tushib uyiga kirib ketdi. Ertasi kuni Ilyos ham ota-onasini Nargizaning uyiga olib keldi. Va ota-onalar o'zaro kelishib 2 yoshni to'yini qilishga rozi bo'lishdi. Va 2 yosh Nargiza va Ilyos oila qurishdi. Ilyos aytgan gaplaridek Nargizaga va 2 farzandiga bor mehrini bera boshladi. Nargizaning yana hayotga bo'lgan qiziqishlari uyg'ona boshladi. Boshidan o'tgan kechinmalarini asta-sekin unuta boshladi. Farzandlari ham bu orada katta bo'la boshlashdi. Nargiza Ilyos bilan oila qurgandan juda ham xursand bo'ldi. Va u hayotni davom ettira boshladi. Xulosa o'zingizdan. Ushbu hikoyamizdagi qahramonlarimizning ismlari o'zgartirilgan. Yana bir bora eslatib o'tamiz. Sir ortida YouTube kanalimizga obuna bo'ling va do'stlaringiz bilan ulashing. Bundan avvalgi hikoyalarimizni ham tinglab ko'rishingizni tavsiya beramiz. Siz bilan yana Sir ortida YouTube kanali bo'ldi. O'zingizni asrang, omon bo'ling.